Bismillahirrahmanirrahim. Dursul lügatının 3. qismining 1. darsining oxiri. Biz al-i'rabu vel bina'u fil asma'in so'zlab bo'lgan, ya'ni ismlardagi o'zgarish yoki o'zgarmaslik. Endi fe'illardagi amillarning ta'siri tufaylidan, amillarning sababidan o'zgarish yoki o'zgarmaslik ahvolini so'zlaymiz. Fe'illardan mu'rab mabni bo'lganlari. Al-fi'lul madiyu va fi'lul amri mabniyan. Ötken zaman fe'li bilan buyruq fe'li mabni buludu. Yani amillarning sababidan o'zgarmaydi. Fe'l mudari, yani hozirgi zaman va kelgusi zamonni bildirilgan fe'l mudari amilning sababidan o'zgaradigan mu'arab buludu. Ammo ayollikning nuni ulinib kelgan vaqtida mabni buludu. Masalan, misol keltirib bersam, zahaba degan fe'lning muzarisi yazhabu buludu. Ayollikning nuni ulinib kelgan vaqti yazhabanna, tazhabanna buludu. Bu shu yazhabanna, tazhabanna bo'lib kelgan vaqtida mabni buludu. Ya'ni amillarning sababidan o'zgarmay muqim shu holatda turadi. Masalan, buning misollarini keltiribdi. Afhamu hazat darsa. Mushadki afhamu degan fe'l marfu'. Rafilikning alomati pesh. Oxirdagi oshkor pesh. Uridu an afhama hazat darsa. Bu darsni tushunishni xohlayman deganlik bo'ldi ma'nosi. Mushadiki afhama degan fe'l muzari mansub, nasblikning alomati oxirdagi oshkor zabr. An degandan iborat nasb qilgan bu harf kirgashga bu mansub bo'ldi. Shundaqla oxiri pesh holatdan zabr holatga o'zgarib ketdi. Lam afham hazat darsa. Bu darsni tushunmadim deganlik bo'ldi ma'nosi. Lam jazm qilgan qo'shimcha bo'lg'achqa afhamu degandagi pesh sakin o'zgarib ketdi. Bu majzum jazmlikning alomati oxirdagi oshkor sakin deymiz. Bu yerdami fe'illardami ismlarga o'xshash asli alomat va qo'shimcha alomat, yoshirin alomatlar bo'ladi i'robning. Fe'illardagi i'robning asli belgilari, asli alomatlari pesh, zabar, sakin bo'ladi. Fe'il muzarini sakin qiladigan qo'shimchalar bor, zabar qiladigan qo'shimchalar bor. Shu qo'shimchalarning ta'siri bilan fe'il muzari o'zgaraydi. Hozir men degan tushundigan gapni debdi ostida fe'illardagi, ya'ni fe'il muzaridagi i'robning asli va qo'shimcha alomatlari. Fe'il muzaridagi i'robning alomatlari 3. Ular bo'lsa-mu ad-damma, pesh bu rafilikning alomati, al-fathatu, zabar nasblikning alomati, as-sukun, sakin jazmlikning alomati. وهناك علامات أخرى فرعية وهي في الأنواع الآتية من الفعل. Tövəndə yana başqa qoşumça belgiler var, yəni i'rabның qoşumça belgileri var fe'il muzaridiki. Ular fe'illardan tövəndiki türlerde buludu. Birinci al-af'alul khamsatu, 5 fe'il. 5 fe'il qaysi degəndə mən zahaba degan fe'ilning muzarisidan misal keltirib deb beray. Yazhabani, yazhabuna. Tazhabani, tazhabuna. Tazhabina, tazhabani. Fe'illan sig'ilganda 6 asli. Tazhabanidan 2 bo'lganligi uchun 5 fe'il deymiz. Ya'ni tazhabna, yazhabnani chiqarib etib, kaynida nun bo'lgan fe'illar demakchi. Alamatu raf'i fiha subutun nuni. Uningdagi rafilikning alomati nunning turishi, ya'ni chüp ketmay turishi. Va nasblikning alomati, jazmlikning alomati nunning tashlanishi. Masalan, aturiduna an tazhabu. Alam tazhabi ilal madrasati ya Maryamu. Mushu misollarda masalan an kiribdi 5-dagi jumlaga. An degan harf nasb qiladigan harf. Tazhabu mansub bo'lganligi uchun nun chüp ketdi. Shunday mansub bo'lganligining alomati, nasb bo'lganligining alomati nunning tashlanishi deymiz. Keyingi jumlaga bo'lsa, jazm qiladigan harf jazm bo'lgan lam kiribdi, nun chüp ketdi. Tazhabu degan fe'il majzum, jazmlikning alomati oxirdagi nunning chüp ketishi deymiz. An va lam qatorliq omillar tufaylidan tazhabuna, tazhabina deb o'qilmasdan nun tashib etib, tazhabu, tazhabi deb o'qildi. Ham ikkinchi fe'il naqis. Fe'il naqis degan oxirida vav yoki alif yoki ya bo'lgan fe'il muzarilar. Uningdagi jazmlikning alomati
oxiridagi harfning tashlanishi. Ya'ni fe'l muzariga jazm qiladigan harflar kirgan vaqtida oxiridagi harfni kesal harfni tashlasak ham bo'ladi. Masalan, yamshi, yad'u oxirida bu ba, yansa alif maqsura ba. O'shada lam kiribdi. Yan tashvetib lam yamshi. Vovun tashvetib lam yad'u. Alifni tashvetib lam yansa. Mush fe'llarning hammasini fe'l muzari, majzum, jazmlikning alomati oxir kesal harfning tashlanishi deb qo'ysak bo'ladi. Ya'ni fe'l muzarining mu'rab bo'lganlari, ya'ni ayollikning nuni ulinib kelmagan va shundaqla yuqorqidek 5 fe'l bo'lmagan va yana shundaqla fe'l naqis bo'lmaganlar bo'lsa, ularga harf jazm kirgan vaqtida sokin bilan nasb qilgan harflar qo'shimchalar kirgan vaqtida ularni zabar bilan ifodalaymiz asli. Al-i'rabu taqdiri. Bu ismga o'xshash alomatlarini, i'rabning alomatlarini ko'nglimizda taqdir qiladigan faraziy i'rab. Tuqaddaru birinchi. Birinchisi fe'l naqisdagi rafiylikning belgisi, ya'ni nasb qiladigan yoki jazm qilingan qo'shimchalar kirmagan vaqtida rafiylikning alomati qanday bo'ladi? Fe'l naqisda, ya'ni oxirida ya, vov, alif bo'lgan fe'l naqisda. Yamshi, yad'u, yansa degan misollarni beribdi. Buningdagi rafiylikning alomatini biz taqdir qilamiz. Ya'ni asli alomati pishdi. Qarasak oxirida pish yo'q ekan. Lekin biz buni ko'nglimizda faraz qilamiz. Masalan, yamshi marfu' rafiylikning alomati oxirdagi, ya'ni ustidagi oxirdagi yushrun pish deymiz. Ya'ni jazm qiladigan yoki nasb qiladigan qo'shimchalar kirmagan vaqtida marfu bo'ladi. Endi ikkinchisi fe'l naqis, lekin fe'l naqis bo'lgan vaqtda aynning barobaridagi harf zabar bo'lgan vaqtida, fatha bo'lgan vaqtida. U chaqda biz nasblikning alomati yushrun deymiz. Masalan, lan ansa debdi. Lan nasb qilgan qo'shimcha. Ansan bo'lsa mansub, nasblikning alomati oxirdagi yushrun zabar desak bo'ladi. Ya'ni o'qigan vaqtimizdami lan ansaya yoki an ansaya degandek mundaq o'qimaymiz. Ya'ni bu yerda fe'l naqisdagi 3 xil ahvolning hammasini so'zlab bo'ldi. Masalan, birinchisida rafiylikning alomatini taqdir qilamiz. Fe'l naqisda yansa, yamshi degandek. Andan keyin jazmning alomati deganda oxirdagi kesal harfni tashlashlik ham bo'ladi. Endi nasblikning alomati deganda ayinning barobaridagi harf zabarlik bo'lgan vaqtida u chaqda yushrun bo'ladi. Ammo ayinning barobaridagi harfi zabar bo'lmay, pesh yoki zir bo'lib qolgan vaqtida desa, agar nasb o'qitadigan harflar kirib qolsa, oxirini zabar o'qiymiz. Ya'ni aynning barobaridagi harfi zir yoki pish bo'lgan fe'l muzari harf nasb kirib qolgan vaqtida nasbligi oshkor bo'ladi. Masalan, an yamshiya, an yad'uva. Shundaq zabarlik holatda o'qiymiz. Ya'ni rafiylikning, nasblikning, jazmlikning alomati bo'yicha bunda yamshi, an yamshiya, lam yamshi. Yan tashvitimiz lam kirganda mushta bo'ldi. Uchinchi mudaaf fe'lidagi jazmlikning alomati yushrun bo'ladi. Masalan, lam ahujja. Buniki jazmlikning alomati taqdir qilingan sokin. Ya'ni lam harf jazm, ahujja majzum, jazmlikning alomati oxirdagi harfdagi yushrun sokin. Ya'ni fe'l muzari majzum bo'lgandiki i'rabning asli belgisi, ya'ni jazmning asli belgisi sokin bo'ladi. Bu yerda mudaaf fe'l, ya'ni takror harfi bo'lgan mudaaf bo'lgan fe'l muzaridagi jazmning alomati yushrun sokin, taqdir qilingan sokin. Endi fe'l mudaafdagi nasblikning alomati bilan rafiylikning alomati shu deganda oshkor bo'ladi. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lsin. Darslarning davomini inshaalloh davomli yo'llanadi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.